Assalomu alaykum. O'zbekiston, Qirg'iziston butun musulmon davlatlarini avvalambor kirib kelgan Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Men bu murojaatim qirg'izistonlik sportsmen Edelga. Edel maymun, og'zingga kelgan har xil gapni gapirib O'zbekiston to'g'risida har xil gap gapiraverma. Haqiqatda o'zingga ishongan dostойный mujik bo'lsa, normalniy sportsmen bo'lsa, Jasur Aljonovga aloqaga chiq. Sen mana Mangu Liganing 5-turiga xohlagan sportsmening bilan jang uyushtiradi. Sanga mana Samarqandlik sportsmen ukomiz Umid vizib tashdi. Vizibni qabul qil yo'masam. Xohlagani menda urushaman dedi. Xohla Xotamboy bilan, xohla boshqa birorta sportsmen o'zing nima qil. Uni achchiq qo'yib, mana deyli PR qilib O'zbekiston to'g'risida har xil gap gapirib, O'zbekistonlik sportsmenlar u, O'zbekistonlik sportsmenlar bu deb har xil gap gapiraymi. Sandaqa maymunlar chiqadi internetda har xil gap gapiradi. Bizda O'zbekistondan ham birorta chiqib sanga nima qilsa, ikkita davlatni bir-biriga xunuk ko'rsatib qo'yasan. Biz-ku senlarning gapingga ishonib nima qilmaymiz. Biz do'stmiz. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston biz bittamiz, do'stmiz hammamiz. Bu gapim faqat bu mana Edelga tegishli maymunga. Qirg'izistonliklar sizlarga emas, bitta mashinaga tegishli xolos gapim. Normalniy mujiklar misol dostойный normalniy mujiklar Qirg'izistonda juda ko'p. Bunga panyatka berib qo'yinglar, eda panaychi qo'yib barba deyirmasdan birinchi o'rinda mana panyatkanga ishlagan. Odamga birinchi o'rinda panyatkasi kerak. Sen og'zingga kelgan har xil gaplarni gapirib, mana chiqib, ikkita davlatni bir-biriga xunuk ko'rsatib, nima qilmaginda yaxshi chiqib O'zbekistondan uzuringni so'ra. Mangu Ligaga mana Jasur Aljonovga xohlagan sportsmening bilan senga jang belgilaydi. Zo'r bo'lsa, mana haqiqatda do'stona sportivniy nima qilib, ringda hal qilgan. Mana internetga chiqib, og'zingga kelgan har xil gapni gapirmagin. Sog' bo'lasizlar. Qirg'iziston hurmatdasizlar.